Assalomu alaykum barcha obunachilar. Mana bugun olib qolgan mashinamizga Kia Sonet mashinasi edi. Unga 48 talik propan gaz balloni o'rnatib berdik. Unga qo'yilgan zapchastlarimiz har doimgidek Nordic Italianskiy original reduktor, Royal injektor, Tengi va Yevropa gazdan Dual Jet 8 ga 4 miyasi qo'yildi. Ishlashlari chotki, original narsalar bilan tekshirishlariga e'tibor qiladi. Undan ko'rinmaydi shlankalar. Hammasi original pagomet shlanka. Original xamutlar ishlatilgan bizga. Yevropa gazdan filtr idealni qilib, chotki qilib o'rnatib berdik. Orqasiga keladigan bo'lsa 48 talik tabletka balon. Bitta zapravочкасini ham ko'rsatib ketay. Zapravka joyi Euro zapravочni benzabakni og'zidan qo'yib o'rnatib berdik. Taylarni shumkalar qilib, akkuratni qilib 48 litrli propan gaz ballonni akkuratni qilib o'rnatib berdik. Hozir 100% gazga ishlab turibdi. Оборот olishlari hammasi chotki. Chek-pek degan narsa yonmaydi bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hammani omad sog' bo'linglar.